Assalomu alaykum, Olot Gulshitil obunachilari. Mana bizga har xil turdagi gulshitillar yetib keldi. Nexia 2 avtomobil uchun Xitoy gulshitillarimiz ham bor. Eronning arzon varianti ham bor. Eronning qimmat original gulshitillari ham bor va Turkiyada ishlab chiqarilgan original gulshitillarimiz bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, xohlagan turingizni tanlaysiz, ustanovka qilib beramiz. Va Nexia 2 ning o'rtachaslari ham bor. Original Xitoyni arzoni, Xitoyni yaxshi variantlari bor. Spark avtomobilining o'rtachasi ko'p ketib qoladi. Spark minadiganlar bilishadi. Katta motor uchun ham, kichik motor uchun ham gulshitillarimiz bor, zbor varianti. Kelsangizlar, chiroyli etib ustanovka qilib beramiz. Va Nexia 3 avtomobil uchun ham ikki xil gulshitilimiz bor, arzoni va yaxshi turlaridan bor. Cobalt avtomobilining ham orqachasi bor, Damas uchun ham bor. Va Matiz avtomobilining orqachasi ko'p ketib qoladi. Original turi ham bor, Xitoyda ishlab chiqarilganlari ham bor. Va o'rtachaslari ham. Lacetti avtomobili uchun ham Xitoyning yaxshi variantlaridan ham bor, original turlari ham bor. Kimga gulshitilda muammosi bo'lsa, Olot Gulshitilga murojaat qilsangiz, hal qilib beramiz. Manzilimiz hokimiyatning orqa tarafi, bu tarafi yangi domlar Chinor kafening oldida.